Assalomu alaykum. Bizga Musayev Shuhratjon tomonidan murojaat qilindi. Unga nisbatan Rossiya Federatsiyasining amaldagi qonunchiligiga asosan 27-modda 1-qism 10-band kirish taqiqi, ya'ni zapret qo'llangan edi. Amaliyotda mazkur toifadagi cheklovlar odatda muddatsiz tarzda, ya'ni bessrochniy bo'ladi. Biz ushbu cheklovni qisqa muddat, ya'ni 2 oy ichida bekor qilishlikka erishdik. Mijoz bizga fevral oyi boshida murojaat qilgan bo'lib, 31-mart kuni Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi tomonidan zapret bekor qilinganligi haqida rasmiy javobni oldik. Registratsiyadan mana o'tib oldi desam hamon. Namangan xalqaro aeroporti, Namangan Unukovo, Moskvaga uchyapmiz. Edvards guruhiga rahmat. Masulxonga alohida rahmat. Mana 2 oyda zapretimiz ochildi. Mazkur holat har bir ish bo'yicha tezkorlik, huquqiy aniqlik va to'g'ri tanlangan yuridik pozitsiya muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Biz ushbu yo'nalishda 7 yildan ortiq amaliy tajribaga egamiz. Agar sizda ham zapret, deportatsiya yoki выдворение bilan bog'liq holatlar mavjud bo'lsa, kommentariyada zapret so'zini yozib qoldiring. Biz imkonimiz boricha sizga yordam berishga harakat qilamiz.